o'sha psixologlar yoki soha mutaxassislari o'zini profilida odzivlar bo'limi ochgan va u yerda bir qancha odzivlar qo'yilgan. O'shanga oddiy xalqimiz, ya'ni o'zbeklarda ozgina soddalik bor. Yangi zamonaviy kasblarga. O'z nimasi anchagina deb gapiravering. Anchagina Sodda xalqmiz. soddalik bor. Sodda sodda. Shunga ishonib, ularda misol uchun aytyapsiz, narxini bilmayman to'g'risi. 1,5 ming dollar, 2 ming, 2,5 ming dollarda bu og'zini bir chekkasidan chiqib ketib yozilyapti. Bu kurslarga yangi odamlar. Men ham hayron qoldim haligi bir martalik konsultatsiyaga 1,5 ming dollarni yana u ham o'sha psixologning shogirdi o'zini telegramida anaqa qilyapti, yoritib boryapti. Men 3 oy davomida 3 oy oldin men 1,5 ming dollar ustozimga to'lov qilib bir martalik konsultatsiyaga kutdim va bugun vaqtim kelib qolganini aytishdi. Targ'ibot nimaga deyapti bu yerda? 1,5 ming dollarlik konsultatsiyani bir martalik konsultatsiyani san ham ol degan targ'ibot ketyapti.